Amir Olimxon saroyda raqqosalik qilgan 11 yoshida majburan turmushga uzatilgan aktrisa Maryam Yoqubovani bugun xotirlaymiz. Azizlar, bu galgi dasturimiz juda ham qiziqarli. Videoni oxirigacha tomosha qiling va tarixga sayohat qiling. O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova boy ila xizmatchi o'tgan kunlar mahallada dudu gap, Maftuning man kabi o'lmas kino va spektakllarda yaratgan yuzlab obrazlari bilan tomoshabinlar qalbidan joy olgan. Ammo o'zbek kino va teatrining yirik namoyandasi bosib o'tgan hayot hamda ijod yo'lidagi mashaqqatlar, muvaffaqiyatlar barchaga birdek ma'lum emas. Daryo shu maqsadda Maryam Yoqubovaning hayot va ijod yo'liga nazar tashlashga qaror qildi. Buxorolik Oyxon Maryam Yoqubova 1909-yilning 19-oktyabr kuni Buxoro shahridagi ishchi oilasida dunyoga keladi. 3 o'g'ildan keyin 2 nafar akasi go'dakligida nobud bo'ladi. Tug'ilgan qizaloqqa Oyxon deb buvisining ismini qo'yishadi. Maryamning otasi Qo'qonda paxta zavodida yuk tashuvchi, paxta bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlardi. Oila boshi Buxoroga yaqinlarnikiga faqat bayramlardagina kelar, tashkil etiladigan kurashlarda hamisha polvon sifatida ishtirok etardi. Onasi eronlik bo'lib, ziyoli oila farzandi. O'qish yozishni bilar, hatto o'lkaning qonun-qoidalaridan ham yaxshi xabardor edi. Qizaloq doira chalib, raqs tushishni juda yaxshi ko'rardi. San'atga qiziqishi kuchliligi sabab dadasidan doira va kovush olib berishini ko'p so'rardi. Vaqt o'tgan sari otasi Qo'qonda uzoq qolib ketadigan odat chiqardi. Pul ham jo'natmaydi. Shu bois volidasi odamlarning turli arizalarini yozib berish bilan shug'ullana boshlaydi. Keyin to'qish va to'r ro'mollarni yamashni o'rganib oladi, lekin ayolning topganlari 5 kishilik katta ro'zg'orga yetmasdi. Oila shu tariqa Buxoroda ancha vaqt yashagandan so'ng hozirgi Navoiy viloyatidagi Karmana shahriga ko'chib o'tadi. Maryamning Halirxon ismli xolasi Buxoro amiri saroyida taniqli raqqosa va qo'shiqchi sifatida dong taratadi. Xolasinikiga mehmonga borgan qizaloq unga ergashib afsonaviy arkka boradi. Maryam o'shanda 7 yoshda edi. Xolasining saroy mehmonxonasida Xorazm Qo'qon xonlarining xotillari oldida qo'shiq aytib raqs tushishini ko'rgan jiyan bu manzaradan hayratga tushadi. Amir Olimxonning volidasi Eshonoyi bu qizcha o'yinga tushishni biladimi deya Maryamga ishora qiladi. Halirxon savolga yo'q deb javob berar-bermas, qizaloq "Ha, bilaman" deb yuboradi. Xola jiyanining raqsga tushishini bilishi haqida xabari yo'qligini aytib, o'zini oqlashga kirishadi, ammo Eshonoyi uning so'zlariga parvo ham qilmaydi. Saroy bekasi qizchaning qornini to'ydirib, kiyimlarini almashtirishni, u birozdan so'ng o'ynab berishini aytadi. Tushlikdan keyin Maryam mehmonlar qarshisida raqsga tushadi va Amir onasining mehrini qozonadi. Eshonoyi "Endi mening qizim bo'lasan" deb qizaloqni saroyda olib qoladi. Halirxon esa uyiga jiyansiz bir o'zi qaytadi. Maryam saroy bekasi bilan birga yashay boshlaydi. Qizaloq saroyda raqqosalikdan tashqari Eshonoyining yelkalari-yu bo'ynini uqalovchiga ham aylanadi. U xolasi Halirxonni faqat katta bayramlarda uzoqdan ko'rardi xolos. Unga yaqinlashishga qo'yishmasdi. Saroydan qochish. Maryam saroyda Amir Olimxonning xotillaridan biri Oyimsho bilan inoqlashib qoladi. Undan boshqa hech kimga ishonmasdi. Oyimsho qizaloqning saroydan qochishiga yordam qilishni va'da bergani uchun Maryam uning ayrim maxfiy vazifalarini ham bajarib turardi. Sirli topshiriqlarni amalga oshirish davomida taniqli davlat arbobi o'z SSSR Xalq komissarlari kengashining birinchi raisi Fayzulla Xo'jayev bilan tanishib qoladi va uning uyiga tez-tez maktub olib boradi. Kunlardan bir kuni saroyda Oyimsho Haram og'asi bilan o'pishib turgani haqida gap so'zlar tarqaladi. Saroy xonimlarining bir nechtasi o'ylab topgan bu bo'xtonga Eshonoyi va Amir Olimxon ishonib, qattiq g'azablanishadi hamda Oyimshoni sarbozlar qo'liga topshirishni buyurishadi.
Shundan so'ng Amir kanizaklardan biri orqali yaqin orada Maryamni qotillikka olish rejasi borligini onasiga yetkazadi. Eshonoyi bu gapni eshitgach, Amirga aytinglar, buning hech ham iloji yo'q. Birinchidan u hali juda yosh, ikkinchidan uni qiz qilib olganman, mening yagona yupanchim deya qarshilik ko'rsatadi. Bu javobdan Amirning jahli chiqadi. Bir necha kun mobaynida ona bola bu masalada muzokara olib boradi. Buni eshitgan Maryam kuchli sarosimaga tushadi. O'sha kunlarda Oyimsho bilan do'stona munosabatda bo'lgan Amirning Feruza ismli xotinlardan biri Maryamga arkdan chiqib ketishga yordam berishini aytadi. Qizaloq bir necha kundan keyin tunda hamma uxlagan paytda Begijon haramog'asi hamrohligida saroydan xolasining uyiga qochishadi. Yarim kechasi eshikning oldida jiyanini ko'rgan Xalirxon vahimaga tushib, qo'rqib ketadi. U o'sha zahotiyoq Maryamni Samarqanddagi opasinikiga yuborishga qaror qiladi. Qizaloq taxminan tungi soat 3larda poyezdda Samarqandga ketadi. 8 nafar farzandi bilan beva qolgan xolasi Maryamni iliq qarshi olmaydi. Uning uyida 10 kun yashagan jiyan yaqinlar sog'inchi sabab poyezd orqali oilasi bag'riga qaytadi. 11 yoshli kelinchak. Oradan 3 yil o'tib, ota hovlisiga qaytgan Maryam onasining og'ir ahvolda yotganini ko'rib, yig'lab yuboradi. Ular quchoqlashib ko'rishgach, volidasi endi sening isming Maryam, Oyxonni esingdan chiqar deydi. Qizaloq saroyda yurgan vaqtida otasi Qo'qondagi ishidan bo'shab, Karmanaga qaytib kelgan bo'ladi. Xonadon bekasi tuzalib oyoqqa turgandan keyin butun oila mehnat qila boshlaydi. Lekin ularning tinch hayoti uzoq davom etmaydi. Amirlik hududdagi notinchlik sabab harbiylar aholiga o'zlari bilan hech narsa olmasdan uylardan chiqib ketishlarini buyuradi. Ko'plab oilalar singari Maryamning yaqinlari ham vagonlarga o'tkazilib, Samarqandga jo'natiladi. Maryamning katta xolasi ularni uyida olib keladi. U ayol juda boy bo'lsa-da, oila uning xonadonida bir oycha turib, boshqa uyda ijarada yashay boshlaydi. Ona homilador bo'lishiga qaramay, ro'zg'or tebratish uchun turmush o'rtog'i bilan teng harakat qiladi. Ammo u oy kuni yaqinlashgach o'lik bola tug'adi. O'zi esa qiynalib 32 yoshda hayotdan ko'z yumadi. Ota 8 yoshli o'g'lini olib shahardan bosh olib chiqib ketadi. Maryam va singlisi xolasining qo'lida qoladi. Oiladagi qolgan o'g'il farzandlar bolalar uyiga jo'natiladi. Bir necha oydan keyin xola Maryamni Andijondagi amakisinikiga yashashga jo'natadi. Qizaloqni amakisining xotini qovoq uyib kutib olarkan, 8 jonga bir tiyin yo'q, sen 9-san. Amaking 6 oydan beri qamoqda deydi. Bu gapdan keyin Maryam Samarqandga xolasining uyiga qaytishga majbur bo'ladi. Xola 11 yoshli jiyanini Qashqadaryolik Hayot ismli yigitga majburan turmushga uzatadi. Shahrisabzda 3 yil yashagan Maryam eri safarga ketgandan foydalanib, qo'shni o'qituvchi ayol ko'magi bilan kelinlik uyini tark etadi. Moskvaga yo'l. Yana Samarqandga qaytgan Maryam u yerda akasi Rafiqjon bilan ko'rishadi va ikkisi Buxorodagi xolasi Xalirxonning uyiga borib, boshdan kechirgan barcha voqealarni hikoya qiladi. Singlisining Moskvada o'qish orzusi borligini eshitgan Rafiqjon uni Fayzulla Xo'jayevning huzuriga olib boradi. Paranjisini yechgan Maryamni ko'rgan Fayzulla Xo'jayev xursand bo'lib ketadi. Qizaloq unga ham ko'rgan kechirganlarni aytib beradi. Fayzulla Xo'jayev Maryamning tanlovini qo'llab-quvvatlab, bir guruh yoshlar qatorida Moskvaga o'qishga yuboradi. Salkam 1 yil davomida rus alifbosini yozish va muloqot qilishni, gazeta va kitob o'qishni o'rganadi. Shundan keyingina uni Moskvadagi Sharq mehnatkashlari universitetining 1-kursiga qabul qilishadi. 1 yildan keyin u o'qishni O'zbek ishchilar fakultetiga ko'chiradi. Keyinchalik O'zbek Maorifi instituti nomini olgan ishchilar fakultetida teatr studiya faoliyat yuritadi. Maryam u yerda Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov, Sora Eshonto'rayeva, Toshxon Sultonova kabi iqtidorli yoshlar bilan tanishadi. Studiyaning bu o'quvchilari bir necha yil o'tib, o'zbek madaniyatining g'ururiga aylanadi.
U san'atga qiziqishi tufayli kinotexnikumga ham hujjat topshiradi va imtihondan yuqori baho oladi. Kunduzi ishchilar fakultetida, kechqurunlari kinotexnikumda o'qiy boshlaydi. Maryam Yoqubova Moskvada o'qib yurganida Maksim Gorkiy, Roman Rollan, Vladimir Mayakovskiylar bilan suhbatlashadi. Erining qarindoshlari tomonidan pichoqlangan Tursunoy Saidazimovaning yaqin dugonasi sirdoshi bo'ladi. Bosmachilar Milliy ozodlik harakati kurashchilari tiriklayin qumga ko'mgan, daralagan, tilini kesib tashlagan Mayna Hasanovaga ayrim yumushlarni bajarishga yordamlashadi. 1928-yili kino aktrisa diplomini olgach, Fayzulla Xo'jayev Maryamni barcha o'zbek iqtidorli yoshlari qatori Germaniyaga o'qishga ham yubormoqchi bo'ladi. Lekin u rad etib, Toshkentga qaytish niyatini aytadi. Uchta teatrda charxlangan aktrisa oliy o'quv yurtini tamomlab 1929-yili Toshkentga qaytgan. Maryamni Tojikistondagi Dushanbe teatriga ishga taklif qilishadi, ammo u Dushanbega borishdan voz kechadi. So'ngra tanishlarining taklifi bilan Hamza teatrida ishlashga qaror qiladi. Uni teatrda Mannon Uyg'ur, Obid Jalilov, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov kabi aktyorlar quchoq ochib kutib oladi. Maryam Yoqubova teatrdagi ilk rolini uyg'un sahnalashtirgan Halima musiqali dramasida ijro etadi. Bir yildan keyin Ko'chma O'zbek davlat ishchi teatri tashkil etiladi va Maryam ham o'sha teatr truppasida ijodini davom ettiradi. Paxta kushandalari, Ikki kommunist kabi sahna asarlarida ishtirok etadi. Ko'cha teatri tarqalib yuborilgach, Hamza teatrining asosiy tarkibiga o'tadi. Teatr rahbarlari uni Moskvaga, Meyerhold nomidagi teatrga malaka oshirishga yuboradi. Rossiyadan qaytib 1933-1939-yillarda Sverdlov nomli musiqa teatri, hozirgi Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida Komil Yashinning Gulsarasida Ro'zvon, Xurshidning Farhod va Sherinida Mehribonu, Arshin Mololonda Zebo obrazlarini yaratadi. 1939-1941-yillarda Muqimiy nomidagi musiqali drama va komediya teatrida qizg'in faoliyat olib boradi. Teatrdagi ijodi davomida yaratgan Epchil, Xushchaqchaq va Dono Maysara obrazi uni elga tanitadi. Aktrisa Maysaraning ishidagi Maysara rolining birinchi ijrochisiga aylanadi. 1941-yilda Hamza teatriga ishga taklif etiladi. Mashhur ijodiy jamoadagi ko'p yillik faoliyati jarayonida Gamlet, Boy ila xizmatchi, Xolisxon, Revizor singari yuzlab spektakllarda turli xarakterdagi rollarni muvaffaqiyatli ijro etadi. U ijodda erkinlik, soddalik, oddiylik va samimiyatni juda qadrlardi. Kino olamidagi betakror rollari. Kino san'atida ham samarali ijod qilgan Maryam Yoqubova talabalik paytlardayoq filmlarda suratga tushadi. Uning ekrandagi debyuti 1925-yilda suratga olingan Muz uyi kinosida epizodik rol bo'ladi. Mosfilm mahsulotlari hisoblangan Tug'ishganlar, Tref xonim badiiy filmlarda ham o'z mahoratini sinovdan o'tkazadi. 1953-yilda O'zbek film kinostudiyasida yaratilgan Boy ila xizmatchi filmidagi Xonzoda obrazi birinchi katta roli bo'lib, shu ijrosi orqali xalqqa taniladi. Shundan keyin opa-singil Rahmonovalar, Maftuningman, Gang daryosining qizi, Qalbingda quyosh, Sevgi afsonasi, Ali Bobo va Qirqaroqchi singari filmlarda ham rollar o'ynaydi. Shuhrat Abbosovning Mahallada Dudu gap filmidagi Oyposhsha roli aktrisani elga yanada mashhur qiladi. Yo'ldosh Azamov tomonidan 1969-yilda suratga olingan O'tgan kunlardagi O'zbekoyim roli aktrisaning shoh obrazi sifatida tarixga kiradi. Maryam Yoqubova ijodida radioning o'rni alohida ahamiyatga ega. U O'zbekiston radiosi tashkil bo'lgan birinchi kunlardan to umrining so'ngigacha turli radio stanovkalarda va radio jurnallarda faol qatnashadi. Oqshom ertaklaridagi eshittirishlari orqali minglab bolajonlarning sevimli ertakchi buvisiga aylanadi. Shaxsiy hayot.
11 yoshda xolasi tomonidan majburan turmushga uzatilib, 3 yildan so'ng kelinlik uydan qochib ketgan Maryam Yoqubovaning hayotida 1930-yil haqiqiy sof, chin muhabbat kirib keladi. Hamza teatrining milliy cholg'u asboblari orkestrining musiqiy rahbari Mirvohid Mirkarimov bilan turmush quradi. 1931-yilning 4-iyunida o'g'li Sulaymon dunyoga keladi. Aktrisaning onasi va qaynonasi yo'qligi bois 11 kunlik chaqalog'ini viloyatma-viloyat ijodiy safarlarda o'zi bilan birga olib yurishga majbur bo'ladi. Bir necha yildan keyin urush boshlangach, Mirvohid Mirkarimov frontga jo'naydi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay uning Ukrainadagi Fyodorovka qishlog'ida halok bo'lgani haqida shum xabar keladi. Maryam Yoqubova 1941-yili yaqin dugonasi Nazmining akasi Jo'ra Jalolovga turmushga chiqadi. Sog'lig'i tufayli urushga bormagan harbiy yigit san'atni tushunmasdi. 1942-yilda juftlik farzand ko'radi va aktrisa qizi qadrdon dugonasi Tamara xonimga o'xshab yurishini niyat qilib, unga Tamara deb ism qo'yadi. Vaqt o'tgan sari Jo'ra Jalolov aktrisaga taqiqlar qo'ya boshlaydi. Ya'ni teatrdagi ishini yig'ishtirib, farzandlarini tarbiyalab, uyda o'tirishini talab qiladi. U juda rashkchi bo'lib, Maryam Yoqubovaga bo'lsa bo'lmasa to'pponchasini o'qtilardi. Uydagi notinchlik, rashk ustidagi janjallar sabab aktrisa umr yo'ldoshi bilan ajrashishga qaror qiladi. Shu tariqa 8 yillik nikohga nuqta qo'yiladi. Oila dars ketgandan keyin ham Jo'ra Jalolov aktrisani uzoq vaqtgacha tinch qo'ymaydi. Shundan keyin Maryam Yoqubova dugonasi Nazmi bilan maslahatlashib sobiq erini uylantirib qo'yishadi. Asta-sekin ko'p farzandli otaga aylangan Jo'ra Jalolov aktrisani butkul yodidan chiqaradi. Maryam Yoqubovaning o'zbek kino va teatr san'ati ravnaqi yo'lidagi xizmatlari munosib e'tirof qilinib, 1955-yili O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlanadi. Afsonaviy san'atkor 1987-yilning 2-fevralda Toshkent shahrida vafot etadi. Azizlar, sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmang.